Assalamu alaykum yurtdoshlar, hurmatli kanallarimiz kuzatuvchilari. Urganch City'da 3 xonali kvartira 3-etajda 81 kvadrat metr, kadastri 100% tayyor, parkovkalari, bolalar o'yingohi, futbolniy plashatkalari, gazi, suvi, sveti, maktabi, bog'chasidan muammo yo'q. 3-etaj 81 kvadrat metr, 3 xonali. Like'larni bosamiz, kuzatamiz do'stlar. Qani ketdik, birgalikda kirib, tanishib chiqamiz. Yine dostlar, 3. kavatimizdan yetib keldik. Etajimizda 3 xonadan 3 kvartira bo'ladi. Yurtdoshlar, yangi Novosturkiya dom kadastri 100% tayyor. Like'larni bosib kuzatamiz. Girish eshiklari katta eshiklar qo'yilgan bo'ladi. Bismillah. Steshkasi qilingan yurtdoshlar. Keng koridor, bir de prixo'ja mebel joyimiz. Bu yerda hojatxonamiz, bu yerda kuxnyamiz bo'ladi, balkonuna ega. Bir yandan ko'rib ketaveramiz, kuzatishni davom etinglar. Oshxonamizga keladigan bo'lsak, steklar gelib turibdi, gaz tochkalar gelib turibdi. Bu yerda balkonimiz, futbolniy plashatkalari, detskiy plashatkalari, besedkalari, parkovkalari, hamma narsa bor do'stlar. Maktabi, bog'chasi, gazi, suvi, svetidan muammosi yo'q. Hamisha aytib o'tamiz. Kelinglar, Urganch City'da savdodan populyarniy hozir subsidiyaga ko'p joylar sotilgan. Bu aynan kvartiramiz narx bilan sotiladi do'stlar. Spalnimiz kvadratni tushgan. Bu yanda yuvinishxonamiz do'stlar. Yine bir de yana bir spalnyamiz. Yine İnşallah obunachilarimizdan birine nasib etsa xursand bo'lamiz. Keng katta zali, eshiklarni qo'yib, taxlab, sozlab olaverasizlar. Bu yerlar istashgan davrakindan eshitish tizimini o'tirish uchun отдельный qiyinchilik bo'lmasin deb tashlab ketilingan bo'ladi. Like'larni kutib qolamiz. 81 kvadrat metr. Ekranda narxi yozilib qoldiriladi. Amon bo'ling. Kimki o'z ko'chmas mulkini sotib qo'yacak bo'lsa, bemalol bizlar bilan bog'lanishlaringiz mumkin. Sotishda yordam beramiz. Kanalimizga yangi bo'lsangizlar, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ying. Videolarimiz bilan tanishib boraverasizlar. Like'larni bosib o'tirgan obunachilarimiz, hammangizga alohida rahmat. Alloh hammangizni yaxshi imoratlar bilan silasin. Salom alaykum.